Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 27-may sanasi 2025-yil. Biz Toshkent Astana yo'nalishi bo'yicha посадкаga qo'yilgan avtobusimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Bu avtobusimiz Astana shahri Saparzay avtovokzalidan yuradi. Yo'tta 5 adresimiz lokatsiya bo'yicha. Hozir avtobusimizni ichki holatlarini bir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bismillah. Mana avtobusimizni ichki holatlari spalniy top-tozagina avtobuslarimiz. Bittalik joyimiz o'rta sidiniyagacha keladi, ikkitalik joyimiz o'rtada yoqtirib semeyniy oilaviy odamlarga ham bo'ladi. Bizda tarcha yo'q, faqat ikkitalik mesta mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol ketadigan vaqtimiz 18:00 da jo'nab ketamiz. Xudo xolasa 10 minutdan keyin ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Saparzay avtovokzalida.